Mavzu: o'quv materiallarini tizimlashtirishning didaktik parametrlari. Reja: o'quv materiallarini tizimlashtirish tushunchasi. Ikkinchi reja: didaktik parametrlar haqida umumiy tushuncha. Tizimlashtirishning o'quvchilar bilimi sifatiga ta'siri. Uchinchi reja: o'quv materiallarini tizimlashtirish. O'quv jarayonida qo'llaniladigan materiallarni darslik, qo'llanma, prezentatsiyalar va hokazolar ma'lum bir mantiqiy tartib, tuzilma va aloqadorlik asosida tashkil etilishidir. Bu o'quvchilarning bilimlarini osonroq o'zlashtirishi, ularning yaxlitligini va amaliy qo'llanilishini ta'minlashga yordam beradi. Tizimlashtirishning materiallarini xronologik, mavzuli, muammoli yoki boshqa usullar bo'yicha guruhlashni o'z ichiga oladi. Didaktika, umumiy psixologiya, o'qitish psixologiyasi hamda bilim nazariyasi bilan uzviy bog'liq. Bu fanning har bir bolaning bilish faoliyati va uni amalga oshirish jarayoni to'g'risida alohida bilim beradi. Ta'lim mazmuni va usullarini belgilab borishi hamda mazkur aloqadorlik katta ahamiyatga ega. Didaktika har qanday alohida predmetni o'qitish va uning mazmunini tayin etish qonuniyatlarini, aloqadorligini, fan sifati, ta'lim va ma'rifat ishlarini samarali tashkil etishning umumiy usullarini belgilab berishi lozim. 2019 yil aprelda O'zbekiston Prezidenti 2030 yilga qadar xalq ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqladi. Ta'lim infratuzilmasini yaxshilash va kengaytirish hamda o'qitish metodikalarini takomillashtirishdan tashqari, konsepsiyada talabalarni o'zlashtirish baholashining xalqaro tadqiqoti PISA reytingiga ko'ra, O'zbekiston 2030 yilga qadar jahonning 30 ta yetakchi mamlakatlar qatoriga kirishi maqsad qilib qo'yilgan. O'quv materiallarini tizimlashtirishning tushunchasi. O'quv materiallarini tizimlashtirish bu bilimlarni mantiqiy ketma-ketlikda qadriyatlarni murakkabga asosiydan ikkinchi darajaga qarab tartiblash jarayonidir. Tizimlashtirish didaktika asoslari: ilmiylik, izchillik, tushunarlilik, faollik va ko'rgazmalilik. Tizimlashtirishning ahamiyati: o'quvchi bilimini tez va mustahkam o'zlashtirishi. Ikkinchi, takrorlashni osonlashadi, fikrlashni rivojlantiradi. Uchinchi, mustaqil o'rganish ko'nikmasini shakllantiradi. Savol: tizimlashtirish nima? Didaktikaning asosiy tamoyillari nechta? Qaysi holatda o'quv materiallarini samarali o'zlashtiriladi? Xulosa qilib aytganda, o'quv materiallarini tizimlashtirishda ilmiylik, izchillik va tushunarlilik asosiy didaktik parametrlar hisoblanadi. Ushbu parametrlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonini samarali bo'ladi. O'quvchilarning bilimlarini puxta, tizimli va amaliy jihatdan foydali tashkil etiladi.